Bo'ldi. Mana ingichka polvonlar kelyapti. Tovoqqa kirishasizda, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Polvon akamiz, Egamberdi akamiz, O'tkirboy akamiz. Farhod aka shu yerda. Bismillah, alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Amma ba'd. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli azizlar. Butun mana elimiz, yurtimiz bo'ylab bu Navro'z ayyomi, yangi yil, yangi kunlar boshlanyapti. Uni qatorida aytaylik Ramazon oyi ham qadam ranjida qilib kelyapti azizlar. Mana o'sha ulug' bayramlarimiz hammamizga fayzli, barakotli bo'lgan bo'lsin. Azizlar, bu musulmon albatta kuchlik bo'ladi degan payg'ambar alayhissalom. Musulmon albatta u adolatlik bo'ladi. Musulmon u albatta aytaylik halol, pokiza bo'ladi. Musulmon u aytaylik vatanini himoya qiladigan, opa-singli va onalarini himoya qiladigan zabardast yigit bo'ladi musulmon. Musulmonda aytaylik shijoat bo'ladi, g'ayrat, kuch-quvvat bo'ladi albatta. Musulmon mana o'shanday adolatlik, halol, pokiza yigitlardan bo'ladi albatta. Azizlar, bu ulug' bayram kunlarida mana shunday bir chiroyli aytaylik kurashni tashkil qilganlar bor. Hammalariga Alloh kuch-quvvat bersin. Musofirda yurgan yigitlarimiz bor. Shu aytaylik ihson qilinib, birov $100 beryapti, birov qo'y beryapti, boshqa qilib chiroyli ihsonlar bo'ldi-da. Mana o'sha ihson sohiblarining qalbida go'zal niyatlari bor. Birov aytaylik o'sha musofirda yurgan yigitlarimiz bola chaqam ham mana shunday palvon yigitlar bo'lsin, olim ulamo bo'lsin deb yilib, yugurib, xizmat qilib, mehnat qilyapti. O'sha topayotgan halol, pokiza pulidan chiroyli ihson ham qilyapti. Ularda go'zal niyatlari bor, shifo talablari bor ichida azizlar. Aytaylik, ilm talabida yurganlari bor. Mana shu ihson qilayotganlarda go'zal niyatlari bor-da. Shularda haqlariga bir chiroyli duo qilaylik. Albatta mana shu kirib kelayotgan yangi Navro'z ayyomimiz, kirib kelayotgan Ramazonimizni shukuhidan hammamizga Alloh nasib etgan bo'lsin. Palvonlarimizga ham avvalambor Alloh kuch-quvvat bersin. Mana shunday bir kuch-quvvatda, g'ayratda, shijoatda, halol, pokiza, adolatlik bo'lib, chiroyli hayot kechirishimizni Alloh hammamizga nasib etgan bo'lsin. Mana shu yerga kurashga chiqayotganlarga ham Alloh o'zi kuch-quvvat bersin, tani jonini sog' salomat, o'zi doim panohida, himoyatida bo'lgan bo'lsin. Azizlar, mana o'sha ihson sohiblarini qilayotgan ihsonlarini qabul aylasin-da, bir chiroyli tilovat Qur'on qilamizda, duolar qilib, mana davrani ochib beramiz, nasibsa. Qur'on qilamiz, o'tir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين من العالمين Alloh amin. Poki Parvardigor, tilovatul Qur'on, ijobatul iymon, o'qilgan oyat karimalardan hosil bo'lgan savobi samaralaridan
Mana shu muborak oylaringning, muborak kunlaringning shukuhidan, barakotidan inshaalloh kirib kelayotgan Ramazon oylarimizning shukuhidan, barakotidan alhamdulillah qilinayotgan amallarning savobi, ajrlaridan inshaalloh avvalo elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz obod bo'lsin alhamdulillah. Yetkazilgan kunlarga beadad shukronalar bo'lsin, payg'ambarimizga durud va salomlar bo'lsin inshaalloh. Alloh taologa beadad shukronalar bo'lsin deymiz. Mana shu elimizdan o'tgan umidvor ruhiy toibalar, jamiki o'tganlarimizning ruhoniyatlarini shod, oxiratlarini obod, g'ariki rahmat shohistai jannat aylagan bo'lsin inshaalloh. Mana qilinayotgan amallar va ehsonlarning savobi ajrlaridan elimizga, yurtimizga barakotlarni ziyoda qilsin, tinchligimizni, xotirjamligini bardavom qilsin-da, xonadonlarga saodat, barakot eshiklarini ochib, oilaviy baxt kamol, tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, hamjihatlik, fayz futuh barakotlarni ziyoda qilsin. Xonadonlarda o'sayotgan o'g'il qizlar, nevaralar xudo xolasa vatanga muhabbatlik, ota-onalariga izozlik, el yurtga hurmatlik nasib etsa, dinimizga sodiqlik, ruhiyatda tarbiyat topishib nasib etsa alhamdulillah. Amin. Ilmli, bilimli, ma'naviyatli, ma'rifatli bo'lishib, vatan ravnaqiga, xalqimiz farovonligi yo'lida dinimiz ravnaqiga hissalar qo'shayotgan iymonli, e'tiqodlik, ibodatlik, ilmu ma'rifatlik, chiroyli husni xulqlik, salohiyatli farzandlar bo'lib kamolotga yetib yursin inshaalloh. Yoshlari, ulug'larimiz ham sog' bo'lishib, yuzlarga kirishib nasib etsa alhamdulillah. Mana shunday yilning yaxshi kunlarida, yig'inlarda, farzand nevaralarining to'ylarida maslahatga o'y bo'lib, bosh bo'lib yurishligini Alloh ta'zir qilsin. Amin. Mana yigitlarimizning taxtini bersin nasib etsa, qizlarimizning baxtini bersin. Har bir xonadonlarimizda to'yxona, muratxonalar bo'lsin alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azoban bi rahmatik. Alloh. Omadini bersin palvonlarga. Rahmat, salomat bo'lsin. Rahmat, hoji bo'lar, rahmat. Hamisha shu elning yaxshi kunlarida, to'ylarida shunday xizmatda bo'lingizlar. Ikki burchakdan chiqsin, hamma tomosha qilsin. Mana mehmon palvonlarniki nima bo'ldi? Yiqitdi, 30 ming zotini bering. Chiroyli kurashgan bolalarniki mayli. Keyinga chiqsin, chiroyli kurashsa ustamasi ham bo'ladi. Keladi, kurashgimiz keladi, faqat qo'l tiramay chiroyligina kurashinglar. Sog' keldik, sog' ketaylik. Mana qizlarimiz, ingichka qizlar, Barchinoy qizlarimiz, nasib bo'lsa bu qizlarimiz olimpiadalarda yaxshi natijalarni qiladi, xudo xolasa. Malika polvon ingichka halqidan. Sevin qizlarimizniki 20 ming so'm. Sarvar. Halol. Halol. Nima yuradi? Kurash. Boshla. Paxtachi ingichka. To'xtang. Hurmatli polvon, oyoq kichkina qizlarimiz boya kiygandi, kurashamiz deb bitta zalda qizlar ekan, aynaldi. 30 mingdan zot va'da qiluvdik, hech kim chiqmadi. Aylantiringizlar bo'lmasa. Halolimizning Shabona qizimiz man degan bolalar, kelsin. Hamma polvonjonlar, kurash navandalari yig'ilamiz. Parlaring topib, tayyor o'tiringlar. 10 minutdan keyin davraga chiqib. Bo'ldi. Mana ingichka polvonlar kelyapti. Tovoqqa kirishasizda, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hakamlar kelasizlar oldimga.
Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Kelingiz olsun. Hadi kelingiz. Hozir hakamlarni tanishtirib o'taman. Hurmatli hamyurtlar, mana kurashimiz boshlaymiz deyapmiz. Mana Nuroboddan Orif polvon to'ylarda yaxshi kurashgan, tillarga daston bo'lgan polvonimiz hakamlik qiladi. Qilich aka Og'irondan polvon akamiz, Egamberdi akamiz, O'tkirboy akamiz. Farhod aka, shu yerda siz o'qituvchi bo'lsangiz kerak, a? Murabbiymi? Milliy kurashga. Yaxshi. Aka, siz ham yordam qilasiz. Umidjon aka, siz ham. Hayit buva, shu Hayit akamiz. Veteran kurashchilarimizdan olding. Yoshi katta kurashchilarimizdan. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, mezbonlar. Hammalaringizni shu hakamlar nomidan, shu yerdagi tashkilotchilar nomidan chin yurakdan 21-mart haqiqiy musulmonlar yangi yili bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Hammalaringizda uylaringizda yaxshi kunlar, to'ylar ko'p bo'lsin. Eng yomon kuningiz cho'ntagingizda pulingiz, takingizda mashinangiz, tani joningiz sog' bo'lib, oilangiz, yurtingiz tinch bo'lsin. Hammalaringizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Endi polvonjonlar sal badanni qizdiramiz, shuning uchun bir 10 minut vaqt berdik. Hurmatli ustozlar, shogirdlaringizni gartakana razminga qism bu yerga kelib, chiroyli sog' keldik, sog' ketaylik. Travma bo'lmasin, chiroyli halol pokiza bo'lsin. Sal razminga qilib olamiz. Iltimos, hurmatli murabbiylar, bolalarni gartakana badanni qizdirib olingizlar. 10 minutdan keyin mashg'ulotni boshlaymiz. Kurashimizni boshlaymiz. Yosh bolalar, iltimos sizlardan yaxshi razminga qilib olaylik. Soat 11 ga osh tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Oshga soat 11 ga katta polvonlar, polvonjonlar, mehmonlar. Kim nima desa deyversin. Yosh bolalar yaxshilab razminga qilamiz, boshlaymiz kurashimizni. Polvonjonlar yaxshilab razminga qilib olamiz. Hamid buva kelasi bir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bismillah, alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah, amma ba'd. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli azizlar. Butun mana elimiz, yurtimiz bo'ylab bu Navro'z ayyomi, yangi yil, yangi kunlar boshlanyapti. Uni qatorida aytaylik, Ramazon oyi ham
qadam ranjida qilib kelyapti azizlar. Mana o'sha ulug' bayramlarimiz hammamizga fayzli, barakatli bo'lgan bo'lsin. Azizlar, bu musulmon albatta kuchlik bo'ladi degan payg'ambar alayhissalom. Musulmon albatta u adolatlik bo'ladi. Musulmon u albatta aytaylik halol, pokiza bo'ladi. Musulmon u aytaylik vatanini himoya qiladigan, opa-singli va onalarini himoya qiladigan zabardast yigit bo'ladi musulmon. Musulmonda aytaylik shijoat bo'ladi, g'ayrat, kuch-quvvat bo'ladi albatta. Musulmon mana o'shanday adolatlik, halol, pokiza yigitlardan bo'ladi albatta. Azizlar, bu ulug' bayram kunlarida mana shunday bir chiroyli aytaylik kurashni tashkil qilganlar bor. Hammalariga Alloh kuch-quvvat bersin. Musofirda yurgan yigitlarimiz bor. Shu aytaylik ihson qilinib, birov $100 beryapti, birov qo'y beryapti, boshqa qilib chiroyli ihsonlar bo'ldi-da. Mana o'sha ihson sohiblarining qalbida go'zal niyatlari bor. Birov aytaylik o'sha musofirda yurgan yigitlarimiz bola chaqam ham mana shunday palvon yigitlar bo'lsin, olim ulamo bo'lsin deb yilib, yugurib, xizmat qilib, mehnat qilyapti. O'sha topayotgan halol, pokiza pulidan chiroyli ihson ham qilyapti. Ularda go'zal niyatlari bor, shifo talablari bor ichida azizlar. Aytaylik, ilm talabida yurganlari bor. Mana shu ihson qilayotganlarda go'zal niyatlari bor-da. Shularda haqlariga bir chiroyli duo qilaylik. Albatta mana shu kirib kelayotgan yangi Navruz ayyomimiz, kirib kelayotgan Ramazonimizni shukuhidan hammamizga Alloh nasib etgan bo'lsin. Palvonlarimizga ham avvalambor Alloh kuch-quvvat bersin. Mana shunday bir kuch-quvvatda, g'ayratda, shijoatda, halol, pokiza, adolatlik bo'lib, chiroyli hayot kechirishimizni Alloh hammamizga nasib etgan bo'lsin. Mana shu yerga kurashga chiqayotganlarga ham Alloh o'zi kuch-quvvat bersin, tani jonini sog' salomat, o'zi doim panohida, himoyatida bo'lgan bo'lsin. Azizlar, mana o'sha ihson sohiblarini qilayotgan ihsonlarini qabul aylasin-da, bir chiroyli tilovat Qur'on qilamizda, duolar qilib, mana davrani ochib beramiz, nasibsa. Program qilamiz, o'tir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين من العالمين Allohi amin. Poki Parvardigor, tilovatul Qur'on, ijobatul iymon, o'qilgan oyat karimalardan hosil bo'lgan savobi samaralaridan mana shu muborak oylaringning, muborak kunlaringning shukuhidan, barakotidan inshaalloh kirib kelayotgan Ramazon oylarimizning shukuhidan, barakotidan alhamdulillah qilinayotgan amallarning savobi, ajrlaridan inshaalloh avvalo elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz obod bo'lsin alhamdulillah. Yetkazilgan kunlarga beadad shukronalar bo'lsin. Payg'ambarimizga durud va salomlar bo'lsin inshaalloh. Alloh taologa beadad shukronalar bo'lsin deymiz. Mana shu elimizdan o'tgan umidvor ruhiy toibalar, jamiki o'tganlarimizni ruhoniyatlarini shod, oxiratlarini obod, g'ariki rahmat, shohistai jannat aylagan bo'lsin inshaalloh. Mana qilinayotgan amallar va ihsonlarning savobi ajrlaridan elimizga, yurtimizga barakotlarni ziyoda qilsin, tinchligimizni, xotirjamligimizni bardavom qilsin-da,
xonadonlarga saodat, barakot eshiklarini ochib, oilaviy baxt kamol, tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik, hamjihatlik, fayzi futuh barakotlarni ziyoda qilsin. Xonadonlarda o'sayotgan o'g'il qizlar, nevaralar xudo xolasa vatanga muhabbatlik, ota-onalariga izozlik, el yurtga hurmatlik nasib etsa, dinimizga sodiqlik ruhiyatda tarbiyat topishib nasib etsa alhamdulillah. Amin. Ilmli, bilimli, ma'naviyatli, ma'rifatli bo'lishib, vatan ravnaqiga, xalqimiz farovonligi yo'lida dinimiz ravnaqiga hissalar qo'shayotgan iymonli, e'tiqodlik, ibodatlik, ilmu ma'rifatlik, chiroyli husni xulqlik, salohiyatli farzandlar bo'lib kamolatga yetib yursin inshaalloh. Yoshlari, ulug'larimiz ham sog' bo'lishib, yuzlarga kirishib nasib etsa alhamdulillah. Mana shunday yilning yaxshi kunlarida, yig'inlarida, farzand nevaralarining to'ylarida maslahatgo'y bo'lib, bosh bo'lib yurishligini Alloh ta'zir qilsin. Amin. Mana yigitlarimizning taxtini bersin nasib etsa, qizlarimizning baxtini bersin. Har bir xonadonlarimizda to'yxona, muratxonalar bo'lsin alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azoban bi rahmat. Alloh omadini bersin palvonlarga. Rahmat, salomat bo'lsin. Rahmat, hoji bo'lar, rahmat. Hamisha shu yilning yaxshi kunlarida, to'ylarida shunday xizmatda bo'lingizlar. Polvonlar yig'ilib olamiz. Yosh bolalar razmiga qilib bo'lgan bo'lsanglar, hurmatli hakamlar. Yosh bolalar hozir bir joydan ko'payib ketadi-da, 4 tarafdan chiqarasizlar. 4 tarafdan. Orif aka, ustoz, 2 kishini olingdan o'rtaga o'ting. Shu yoqda yosh bolalar par-par o'lib chiqib kelaversa, ustoz siz ham 2 kishi olib u tarafdan kelsin. E'lonlar kelyapti, mana bayram kunlarimizga ertaga Tutlida katta kurash. Hurmatli polvonlar, eshitdingizlar, nechida boshlanadi? Soat 10 da boshlanadi. Tutlida katta kurash. Sovrinlari yaxshi. Oshi ham bor ekan. Katta iltimosimiz bor. Mana shu tortilgan lentadan birantangiz ichkariga faqat kurashadigan bolalar jufti bilan kirib kelsin. Bu tadbirda arqasida katta xizmat turibdi. Bir tartibli, chiroyli o'tsin. Maylimi? Bismillahirrohmanirrohim. Boshlaymiz, ustoz. Parlar bilan chiqib kelaversin. Maktabga bormaydigan yosh bolalardan chiqaringizlar. Ulardan ham yoshi bormi? Kichkinalar bormi? Yosh bolalardan. Albatta. Paxtachidan, Navoiydan, Buxorodan qizlarimiz kelgan yosh qizchalarimiz. Ingichkani qizlari kelsin. Hozir. Ustoz Orif aka boshlaysiz. Bismillahirrohmanirrohim. Halol pokiza chiroyli bo'lsa, Xudo xolasa. Bo'ldi, halol bundan ketdi. 20 ming so'm. Orif aka, 20 ming. Palon berdi. Hozir navbat bilan keyinga bu yoqda turinglar-da. Qo'lda, o'ng qo'lda Aziz polvonmi? Kim? Davron polvon kurashamiz. Yosh bolalar, iltimos sizlardan hammamiz ham polvon bo'lgimiz keladi, kurashgimiz keladi, faqat qo'l tiramay chiroyligina kurashinglar. Sog' keldik, sog' ketaylik. Mana qizlarimiz, ingichka qizlari, Barchinoy qizlarimiz, nasib bo'lsa bu qizlarimiz olimpiadalarda yaxshi natijalarni qiladi, Xudo xolasa. Malika polvon ingichka halqidan, Sevinch polvon. Davron polvon zotini bering. 20 ming so'm. Qizlarimizniki ham 20 ming so'm. Sarvar. Halol.
Malik şu qizlarimiznikini ikkisi ham kesinda. İkisini ham. Mehmon qizchalarimiz bor, davra aynalsin. Boya keladi oldimga, o'g'il bola bo'lsa ham kirashaman degan qizchalarimiz kelgandi. Husniddin polvon hakamning o'ng qo'lida, Sarvar polvon hakamning chap qo'lida. Kurashtiring. Origa chiqqan Timlik polvon bilan Ingichkani polvoni. Mehmon polvonlar. Qo'ltiramang polvon. Hakamlar ustozlar endi iltimos shu bilasizlar-ku ushlashgandan qo'ltiramasin, shunga e'tibor qilingizlar. Yangi bolalar bo'lsa, sal avoylab ana qilingizlar. Sarvar polvon. Paxtachidan Hamid polvon. Ko'k yaktakda. Ingichkadan ismingizni ayting. Yo'q. Halol. Paxtachilik polvon Hamid polvon. Akrobatika fintlardan ham ko'rsatadi. Polvonni ko'pdan taniymiz. Bitta ko'rsatib bering. Bir qizitib bering polvonlarga. Tutang o'tang. Ya malades, o'tanga rahmat bo'lin. 30 ming so'm. Origa chiqadigan bo'lsa, tenga chiqsa shu bolamiz kurashadi. Umid polvon, Ulug'bek polvon, ingichka halqa adashmasam. Timdan Shohruz polvon, ingichkadan Abdulaziz polvon. Mehmon qizchalarimiz ham bor edi, chiqsin, keyin kurash olmadim deb yuradi. Kurash. Boshla. Paxtachi ingichka. To'xtang. Hurmatli polvon, oyoqda ishlamaymiz. Bularni zoti ular katta polvonlar, ularga 30 ming edi. 30 ming so'm. Halol. Hakamning mehmon polvonlar aynalyapti, ushlasa mehmon polvonlar. Sharif polvon Timdan. Sharif polvon halolga tashladi. Timdan zotini bering, 20 ming so'm. Paxtachidan Rasulbek polvon, ingichkadan halol. Oshing halol o'zim bo'laman. Mehmon qizchalarimiz davra ko'rinsin, mehmon qizchalarimiz. Aka Umurzoq polvon ortda berib. Yosh polvonlarimiz Umurzoq polvon, ingichka halqi, Sarvar polvon ham ingichkadan, ha? Zotini bering mana paxtachilik polvonimizni. 30 ming so'm. Paxtachi ingichka. Asilbek polvon. Ketdik. Abduxoliq polvon. Halol. Sarvar polvon g'olib chiqdi. Asilbek polvon. Asilbek paxtachida. Paxtachida Asilbek polvon. Kurashamiz. Paxtachi Nurobod. Bular katta. Severnidan Ana shu bolalarning zoti 30 ming so'm. Chiroyli kurashgan bolalar sovriniga qo'shiladi. Ingichkadan Vali polvon. Olsak. Kim narpaydi? Ingichkalik mahalliy polvonlar.
Shahriyor polvon. Shahruz polvon. Asfaltga kurashingiz. Nima bo'ldi polvonlar? Hurmatli hakamlar, iltimos sizlardan tarqalib mana burchaklarda men aytdim-ku 4 tarafda chiqaringizlar deb. 4 tomonda chiqaringizlar, hurmatli hakamlar, bo'linmayingizlar. Bitta joy bo'ldi, shu yerda to'xtating. Bu yerda polvon chiqmasin. U burchakdan, narki burchakdan chiqsin, hamma tomosha qilsin. Mana mehmon polvonlarniki nima bo'ldi? Yiqitdi 30 ming zotini bering. Chiroyli kurashgan bolalarniki zot ko'r. Hamid polvon partiyasida 30 ming zotini bering. Shahruz polvonniki halol. Polvonjonlar qo'l tiramaymiz. Sog' keldik, sog' ketaylik iltimos. Chiroyli halol bo'lsin. Endi polvonjonlarimiz ozroq kattarayapti. Qizlarimiz bor edi, qolib ketdim demasin, keyin chiqsa ko'rinish bersin. Qizchalarimiz. Mehmon qizchalarimiz. Razumka yechib tashlab Mehmon qizchalarimiz. Ko'rinish bersin. Mehmon qizchalarimiz. Polvonlar chiqarish to'xtab turingizlar. Kim biladi? Ular ayirib olsin. Apani top kedi. Asad polvon arpadan 30 ming so'm. Hozir aka. Ramqay sizrashmada. Buni shuna kurashash. Ket. Bo'ldi, xor. Narpay Katag'urg'on. Bularning zoti 30 ming so'm. Ingichkadan Jovlon polvon, Sherxon polvon ham ingichkadan, mahalliy polvonlar. Bularning ham zoti 30 ming so'm kurashsin. Paxtachidan hozir hakamlar bo'shasin, sizlar kurashasizlar keyin, shoshmang. Hakamlar bo'shasin bolalar. Halol polvonlik. Isanov Nuriddin aka ustoz keldimi? Ustoz Nuriddin aka Isanov keldimi? Polvonlarniki nima bo'ldi? O'ydaga aylaning. Oxirigacha kurashtiring bo'ldi. Ya halol, o'tanga rahmat. Hamid polvon. Qani bitta akrobatika mashqlardan ham ko'rsatib bering. Yem malades, ustozingga rahmat. Ikon ko'rlaring polvon. 30 ming. Hamid polvon. Keyin chiqsa kichkina qizlarimiz boya kiygandi, kurashamiz deb ko'rinish bersa, mehmon qizchalarimiz chiqinglar bu yoqqa. Chiqinglar. Severnidan Jappar polvon. Qolib ketasizlar, keyin kurasha olmaysizlar, ey. Ya bunday o'tay. Kelasiz, qizim. Formada chiqmaysiz. Chiqaramas, aynamsizlar. Keyingi chiqsa dekin. Keyingi chiqsin. Ichkadan Diyorbek polvon, Sardor. Kurash. Qo'y, 20.
Mayli. Keyinga chiqsa chiroyli kurashsa ustamasi ham bo'ladi. O'g'il bola bo'lsa ham kurashadi. Qarang, kichkinasi chiqsin o'ngga, ke. Qayerdan? Qizim kurashasanmi? O'tinglar makka. Hakam, bo'sh hakam bormi? Ingichka Tashkent. Samar. Bu Samarqand bo'lsa ingichka. Davay chiqdim Allah. Kichkina qiz ekan. Ha, qaras. Bunday qilaylik. Tengi o'g'il bola chiqsa kurashadi shular. Davay olishdim men. Kim? Qaysi kalongan birasi? Kalonga qani? Men bu kichkinalarnikida maktabga bormaydi mana qizchamiz. Kurashtiring. Zoti bir kalanka 10 ming zim pul. Paxtachidan Dinora Polvon. Ingichkada sevinchmidi? Bak, bana da bu sefer çıkarsın. Haftachidan Oyoq kiyimlar yechsak juda ham yaxshi bo'ladi. Tezlashtiramiz. Ingichkadan Malika qiz. Zoti Kalonka. Kirash. Shodiy ana. Polvonni zotini bering. Qarsoq bo'lsa qizchamizga o'g'il bola bo'lsa ham kurashaman deyapti. Mayli, visa to'g'ri kelsa bo'ldi kurashadi. Kalonka 10 ming pul deganmidik. O'g'il bola bo'lsa ham kurashaman deyapti. Mana paxtachidan yana bitta qizchamiz kelgan. Shabbona qizimiz paxtachilik, ingichkadan sevinch qizimiz. Bularning zoti 30 ming so'm. Ingichka halqi Severnidan Jabbor polvon, Qo'rg'onchadan Ag'rar polvon 30 ming so'm bularning zoti. Adashmangizlar, men aytaman. Kurashmagan qizlarimiz bor, mehmon qizlarimiz aytayapti, o'g'il bola bo'lsa ham kurashamiz deb. 20 ming so'm edi bu. Kesin, ke polvon. Alıştır. İkilyapti deymi? Alıştır. Nurkaka bir xabar olasiz, Nurkaka bir kelasiz. Zoti 20 ming so'm. Ana shu to'rtta qizimiz shunday davra aylansa o'g'il bola bo'lsa ham kurashadi. Bularning zoti 30 ming so'mdan chiqmasa zotidan chiqib ketadi. Aylaninglar davra, bitta aylanib ko'rsatinglar. 30 ming so'mdan qizchalarimizni zoti ushlasi, o'g'il bola tengi ushlasi. Hakamning o'g'lida kategoriyada ismingizni ayting. Baxtbek polvon, ingichkadan Humoyun polvon 30 ming so'm bularning zoti. Oyoq kiyim nechamiz polvonlar? Mana shu qizlarimizga raqib bo'lib chiqqan paxtachilik bir kalanka og'zimizdan chiqdi, egalik qilamiz. Bir kalanka
u yerda kelib kurashtiring. Qayerdansiz? Paxtachidan Shodiya polvon qizimiz. Zafar polvon Kattaqo'rg'ondan. Aylaning. Bir kalanga 20 ming so'm pul. Halol. Narpay Alisher Navoiydan Sunnat polvon hakamning o'ng qo'lida. Kattaqo'rg'ondan Asilbek polvon. Halol polvonniki zotini bering. Zot 30 ming so'm. Kattaqo'rg'ondan Baxtibek polvon. Orif aka, kurashtiryapsizmi? Kurash. Bitta saldi qizlari ekan, aynaldi. 30 mingdan zot va'da qiluvdik, hech kim chiqmadi. Aylantiringizda bo'lmasa. Halolimizning Shabona qizimiz Paxtachidan. Halolmasmi? Ha, kurashsin. Shularning zotini sizga 10 ming so'm qo'yildi. 40 ming so'm bo'ldi. Kichkina bola o'g'lim. Narpaydan Og'abek polvon, Paxtachidan Hamid polvon. Hech oyoq kiymaydi. Ularning zoti Said polvon qaraysiz. Ularning zoti 40 ming so'm. Hayyara! Havoling bo'lsin. Malades polvon. 40 ming so'm zotini bering. Shu yigitimizga bitta qarsoq bo'lsin-da. 40 ming so'm zotini bering. Samarqanddan Muhammad polvon ingichkadan Sherxon polvon. Bularniki nima bo'ldi? Paxtachidan Asilbek polvon, Narpaydan Said polvonni o'g'li adashmasin. Kurashtiring. 40 ming so'm zoti bilan. Kattaqo'rg'onda Nima bo'ldi Orif aka? Nechami? Zotini bo'lib bering. Shu mana ikkita yosh bolalarimizga bitta qarsoq bo'lsin. Juda chiroyli kurashdi. Kuzatib turganlar ko'rib o'tiribdi. Yuringlar bitta qarsoq bo'lsin. Barchalar qizimiz, hamma polvonimiz Kattaqo'rg'ondan Asilbek polvon, chiroyli kurashsin. Paxtachidan Asadbek polvon. Qo'rg'onchadan Asadbek polvon. Narpaydan mashhur polvon zoti 30 ming so'm. Bularning zoti Nima bo'ldi polvonlarning Orif aka? Nima bo'ldi? Polvon zotini bering. Polvonni keling zoti. Paxtachidan Isonim Nuriddin aka ustozimiz kiyganmi? Kiygan bo'lsa bitta ko'rinish bersin. Isonim Nuriddin aka ustozimiz kiyganmi? Bitta ko'rinish bersa iltimos. Ustoz.
İsa'nın Nuriddin aka ustoz. Aşı işime kiriştim. Hakikat faydası bu ha. Ustoz. Kelganmi? İsa'nın Nuriddin aka ustozimiz kelganmi? Kirash. Yurtaka kelasiz. Nima bo'lsa sharmandan yutgan yigitlar. Yigitlar qo'llasin. Mana ustozimiz ham keldi. Nuriddin aka. Ishlatdi. O'yindan ishlamadi, to'g'ri? O'yin. Hop. Dinga qilib ketgan arpa ham qimmat ketdi. Farhod aka o'zingiz yuta olib beringlar bir. Damatma deyapti, barchasi qolish. Bizni olatini ustozimiz ustasi İsa'nın Nuriddin akaga beramiz. Ustoz endi buyoqni Yaxshi olishim, turkam qolaveradi. Bir kirash ko'rsatinglar. Qolaveradi. Молодец, молодец. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz mehmonlar, mezmonlar, hurmat qilib kelgan polvonlar, kurash muxlislari. Ruxsat bersalaringiz mana bugun mana shu juda ham katta Ingichka qishlog'ida, shahrida katta kurash tashkil qilingan. Albatta bu yerda kurashni tashkil qilib, o'zlarini tashabbusi ko'rsatgan insonlarni bir inobatga olsakdagina xalqimizni bitta chiroyli olqishlari bilan kurashimizni yana davom ettirsak. Nima deysizlar? Bitta chiroyli olqishlar bo'lsin. Mana shu kurashimizni tashkil qilgan tadbirkorlar, mana shu qishloqning ahli, biz kurashimizni boshlashdan oldin albatta bu yerda Qur'onni tilovat qilinib, polvonlarimizga juda omadlar, zafarlar tilangan. Biz salgina kechikib keldik, uzr so'raymiz. Ruxsatlaringiz bilan Nuriddin aka, siz to'g'rimi? Ottash mana siz tomoningizdan birgalikda tadbirkorlar bilan tashkil etilgan jamg'armani bir sal o'qib o'tsak. Bu degani Navro'z bayrami hammamiz uchun bir omad, yangilanish davri. Bir ko'ngil ochib, Allohdan yaxshi niyat bilan so'rab, mana eli xalq oldiga qo'yapti, ko'ngilni ochib. Halol, hakam qo'lni ko'rsating polvonni. Bitta chiroyli qarsaklar bo'lsa mana shu yashil yaktaklik polvonga. Hozir 1 minut agar narsa o'qib bersaydik. Shuna nima dedik? Ha, polvon, bitta o'qib beray, ko'p kurashtiramiz. Ruxsat bersalaringiz bitta bir o'qib ko'rsatsam. Mana 2023-yil Ingichka qo'rg'onchasida kurash homiylari. Ruxsatlaringiz bilan o'qiyman. Nurka aka $100. Beshim aka $100. Zafar aka Qastavarchi $100. Qahramon aka Almazniya fabrika $100. Anvar aka Gipsi $100. Nodir magazinchi $100. Muhiddin aka Zarafshon $100. Mahkamov Dilmurod aka $100. Hakimov Umid aka $100. Shokir aka $50. Rahmonov Dilmurod aka $50. Narqabulov Navro'z aka $50. Temirov Odil aka $100. Temirov Olim aka $50. Temirov Shuhrat aka $50. Jamanov Shohrux aka $100. Sarka berganlar. Nurbek aka Tubanlik bitta sarka. Odilbek aka bitta sarka. Rahim aka bitta sarka. Yigitali aka bitta sarka. Parda aka Severni bitta sarka. To'lqin aka Malsavgadagar bitta sarka. Sabir Begzod bitta sarka.
Ochilib Sattor bitta sarka. Hamrayev Ziyodulla Jinka ikkita sarka. Abdib Umid aka bitta sarka. Qurbonov Vohid Ostonboy 100 ming so'm hamda bitta sarka. Ahmedov Hakim aka Qo'rg'onchadan bitta sarka. 90 yil bolalar bitta sarka hamda $50. Hamza aka bitta qo'chqar. Pul mukofotlari. Nurqulov Ali aka 500 ming so'm. Toshkent taksichilari 450 ming so'm. To'lqin aka Mol doktor Qo'rg'oncha 500 ming so'm. Sadriddin Mol doktor Qo'rg'oncha 500 ming so'm. Umurzoq aka 500 ming so'm qo'shyapti. Fazliddin aka 500 ming. Yo'ldoshev Ilhom aka 500 ming. Vohid aka Narta 500 ming so'm sovrin qo'yiladi. Boltavoy aka 500 ming so'm. Ilhom Bog'a Hasan Qassoblar 600 ming so'm. Baha Xastavar 400 ming so'm. Bekmurodov Aziz aka 500 ming so'm. Yorbulov Zafar aka 500 ming so'm. Jumayev Azzam aka 100 ming so'm. Sherzod Labo 100 ming so'm. Qobilov Aziz 100 ming so'm. Qobilov Shirali 50 ming so'm. Sabir Musulmon aka 100 ming so'm. Pajarniklar 400 ming so'm. Temirova Gulzada 200 ming so'm va 5 litr zig'ir yog'i. Shukurov Odil 100 ming so'm. Kenboy aka 50 ming so'm. Umatqulov Temir aka 200 ming. Narqobulov Nodir 300 ming. Yangibay Baxtiyor aka 200 ming. Martabay Maqsud 500 ming. Sadinov Shokir aka 200 ming. Buranov Tolib aka 50 ming. Ulug'bek Tuvalik 50 ming. Suyarib O'lmas 100 ming. Turkash aka 50 ming. Yusupov Jurabek Ostonboy 100 ming so'm. Abdullayev Ural Kattasoy 100 ming so'm. Norboboyev Fazliddin Kattasoy 100 ming so'm. Yusupov Ilhon Ostonboy 100 ming so'm. Beknazar Bekjon Qo'sha Sigir 100 ming so'm. Rahmatov Vali Langar 100 ming so'm. Narqulov Safar Kattasoy 100 ming so'm. Bobojonov Shuhrat 100 ming so'm. Husan Kamalchi 500 ming so'm. Muzaffar Rossiya 500 ming so'm. Qobilov Elbek Tubalik 100 ming so'm. Asrar Langar 50 ming so'm. Zayniddin Uchquduk 100 ming so'm. Turayev Daston 200 ming so'm. Bunaqulov Zarif 200 ming so'm. Narqulov Sherzod 200 ming so'm. Ingichka taksichilari bitta televizor. Ulug'bek Vino vodka 200 ming. Ruzib Akmal 5 ta Tifal. Xolmurodov Bunyod 200 ming. Samandar Vodil aka 100 ming so'm. Kamazchilar. Samandar Odil 100 ming so'm. Boboqulov Marlin 100 ming so'm. Ibotov Odil 100 ming so'm. Sami 100 ming so'm. Hamza aka 100 ming so'm. Obod aka 100 ming so'm. Farruh aka 100 ming so'm. Ural aka 100 ming so'm. G'olib Sartarosh 300 ming so'm. Faxriddin Metallom 200 ming so'm. Urazov Fozil 100 ming so'm. Xushbaqov Umursoq 100 ming so'm. 89-yilda tug'ilgan bolalar Saparova Nargiza 250 ming so'm. Botirov Dilmurod 250 ming so'm. Ergashev Sherzod 250 ming so'm. Erbabayev Firuz 250 ming so'm. Nabakan o'g'li Sardor Naushniklar Kalankolar 4 ta. Video tasvirchilar Joziba guruhi Shoniyoz va Shuhrat Jasur akalar xizmatda. Qarshiyev Husniddin aka 300 ming so'm.